Chiroyli ta'mirlab qo'yilgan, katta oila uchun mo'ljallangan kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Bunaqa kvartiralar kamdan kam uchraydi, shoshilib qolinglar. Ibn Sino Mingterak mahallasida joylashgan, orientirimiz Ibn Sino Stroymartda shundoq ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. 3 qavatli novostroykani 3 va 4-qavatlarida joylashgan duplex to'rxona 200 kvadrat metrni tashkil qiladi. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish faqat eshigimizda joylashgan, kirishimiz bilan chap tomonimizga shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Bu yerdan bo'lsa tepa qavatga chiqsa bo'ladi. Tepa qavatimizdagi xonalarimizni videomiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Zinamizdan tegidan unumli foydalanib shunaqa shkop yasattirib qo'yilgan. Kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Uyimizni deyarli hamma mebel texnikalari qoladi. Bitta ikkita mayda texnikadan tashqari hammasi qoladi. Oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda xolodilnik, mikrovolnovka, pech, gaz plita, vichka bu yerda bo'lsa, moykani ko'rishingiz mumkin. Bu xolodilnikimiz ketarkan, bu yerda konditsionerni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda naqd 6 ta konditsioner bor. Oshxonamizdan bo'lsa balkonga chiqsa bo'ladi. Balkonimizdan Ibn Sino Stroymart bozori shundoq ko'rinib turadi. Betonkani yuzida joylashgan. Hali ko'chaga chiqqanimizda mahallamizni to'liqroq sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Uyimizda bo'lsa chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat joylarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizda to'liq iliq pol qilingan, tepa qavatlarigacha iliq pol qilingan. Bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan. Uyimizda shunaqa chiroyli gilamlar, pardalar va lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda kladovkamiz joylashgan, taxminan 1 ga 1,5 o'lchamda. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz ham aynan mana shu kladovkamizning o'zida joylashgan. Bu yerda bo'lsa общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda dushovaya kabinkalarigacha shunaqa o'rnatilgan. Bu xonamizni bo'lsa joy egalari zal qilib qo'yishgan ekan, lekin remontidan sezishingiz mumkin. Bu xonamiz spalnya uchun mo'ljallangan. Bu xonamizdagi mana shu televizor ham ketar ekan. Hozir endi sizlarga tepa qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham koridorimiz joylashgan. Ikkinchi qavatimizda xonalarimizning ham hammasi razdelning, faqat koridor orqali kiriladi. Chiqishimiz bilan mana shu joyimizni как mini hol qilib qo'yishgan ekan. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu joyimizdan devor tortib, детская spalnya qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda ham konditsionerni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham xuddi oshxonamizdagi balkonimiz joylashgan. Bu balkonimizning oynasi shundoq betonkani yuziga qaragan. Koridorimizdagi mana shu mayda-chuyda narsalar, детский игрушкаlar, bu yerdagi kiyim-kechaklar, bu koridorimizdagi mayda texnikalar va pastda aytib o'tganimdek, katta televizorimiz va xolodilnikimiz, kompyuterlarimiz hammasi olib chiqib ketiladi. Lekin основной 95% mebel texnikalarimiz mana shu uyimizning o'zida qoladi. Bu yerda spalnyamiz joylashgan. Bu xonamiz katta bo'lganligi uchun детский kravatlarimiz ham shunaqa sig'ib ketgan. Uyimizda hozir aytib o'tganimdek, yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimizning bir qismi kir yuvish uchun mo'ljallangan. Bu yerga shkoplargacha qo'yib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi men sizlarga bu uyimizni tashqari tomonini, mahallamizni va alohida avtoturargohlarimizni ham ko'rsatib o'taman.
Uyimiz shunaqa охраняемая zonada, закрытая territoriyada joylashgan. Bu новостройкамizning o'zini bu yoqda besetkalari, zelenoy zonalari, bu yoqda bo'lsa общий yozgi oshxonalarini ham ko'rishingiz mumkin. Hozir endi men sizlarga xonadonimizga tegishli avtoturargohni ham ko'rsatib o'taman. Avtoturargohlarimiz bo'lsa, shundoq uyimizning ro'parasida joylashgan, oynalarimizdan ko'rinadi. Mana shu 4 va 5-joy aynan mana shu xonadonimizning o'ziga tegishli. Hozir aytib o'tganimdek, Ibn Sino Stroymart shundoq ro'parasida betonkani yuzida joylashgan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Duplex kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.